Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Abdurahmon do'stimizni ishlab chiqarish sexlariga kelganmiz. Video davomida qo'yxonalarning narxlari bilan batafsil yoritib beramiz. Birinchisi mana 1,5 ga 1,5 yig'ilmaydigan variantlari 75 cm dan bo'lingan bo'ladi. Ikkita qo'shqorga mo'ljallangan. Narxi 1,8 million so'm. 2 metrga 1,5 metrli yig'ilib sochiladigan narxlari 2,5 million so'm bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 3 xonali variantlari 75 cm dan bo'lingan 225 ga 1,5 bo'ladi. Bunimizning narxi 3,1 so'm. Ko'rishingiz mumkin. 4 metrga 1,5 metrli eng katta qo'yxonalarimizdan tomli variantlari bu. O'rtasida pergorotkasi bo'ladi. Olib tashlab turib, o'rtacha kattalikdagi qo'ylardan, qo'zilardan 10 tagacha bemalol sig'averadi. Bunimizning narxi tomli varianti 5,2 so'm chiqadi. Agar tomsiz bo'ladigan bo'lsa 4,4 so'm. Ko'rishingiz mumkin. 1,5 metrga 1,5 metrli 2 xonalisi yig'ilib sochiladiganlari bu. Narxi 2,1 so'm bo'ladi. Bu xuddi shuni mana 1,5 metrga 1,5 metrli yig'ilib sochiladi, lekin o'rtasida pergorotkasi yo'qlaridan. Bunimizning narxi 2 million so'm chiqadi. 360 ga 1,5 metrli yig'ilib sochiladigani 120 cm dan bo'lingan bo'ladi mana. O'rtacha 2 dan 6 ta katta qo'chqorga mo'ljallangan. Bunimizning narxi 4,4 million so'm.